Assalomu alaykum hojiona. Alaykum Yaxshimisiz? assalom. Yaxshi. Yaxshi damlar olyapsizmi? Ha, yaxshi, rahmat. Qayerdan keldingiz? Qoraqalpog'istondan. Mashalloh, juda yaxshi-da. Qani, sanatoriyamizning sharoitlari, muolajalari yoqyapti. Yaxshi. Fikrlaringiz qanday? Bir yomon bo'lsa yoki yomon, bu joy yoqmayapti, shikoyat bunaqada. Yo'q. Qanday fikrdasiz? Yo'q, Mana yaxshi, toza, ozoda. Muomalasi yaxshi. Qizlardan yoshlarimizni ichini qilyapti. aynan qaysi muolaja yoqyapti? Endi shu oltin gugurtli Ha. vannalar yoqyapti. Nima shikoyat bordi sizda sog'lig'ingizda? Endi sahrli diabet, yurak, tromb, Tromblar bordi, sahr bordi, bo'g'imda og'riqlar bormidi? bo'g'imda bor-da, uncha emas, lekin давление bor. Ha, ozgina bo'lsa ham foydasini sezdingizmi? Ha, bo'lyapti foydasi. Yengil chiqyapti sendan Juda zinalardan. yugurib chiqyapsiz Ha. endi. Ha, yaxshi. Qani, tavsiya qilsangiz bo'ladimi? Qoraqalpoqqa borib, Ha, O'zbekiston chekkasiga bordim. Yaxshi ekan. Ha, tavsiya qilamiz, xudo xohlasa. Qarindoshlarga. Hali ham yuborib turibsiz telefonda. Ha, qiziqishyaptimi ular? Ha, qiziqishyapti. Yaxshi, toza ekan. Ba'zi bir hollarda yaqindagi, misol Toshkentdan, joylardan ham uzoq ekan degan fikrda qilishadi-da. Bizlarga uzoq bo'lmadi. Poyezdda keldik, uzoq deb qiynalmadik, lekin Ana- shifo topsak bo'ldi. Uzoqning nimasi yo'q. Uzoq yaqinning hech ahamiyati Albatta, yo'q. sog'lik uchun Hindistonga borishyapti-yu. Ha. Yaxshi, sizga foyda qilayotganidan xursandmiz. Ovqatlarida shikoyatlar Yo'q, bo'lmayapti. ovqatlar ham yaxshi. Yaxshi ovqatlar ham, dietetik ovqatlar ham yaxshi. Juda yaxshi. Yaxshi dam olinglar. Salomat Sog' bo'ling. bo'linglar.